Assalomu alaykum hammaga. Chetning o'tuz kanalini kuzatib turadigan insonlar Monza olib qo'yganmiz. Miyasini ichib bo'lganmiz, stage 2 proshifkasini urib yuribmiz. Miyasini ichib bo'lganmiz, 1.5 motor. Hozir proshifkasini saqlanib turish jarayoni. Tayyor bo'ldi. Bezamni Palasiya xodlardan ham agranchenlarni olganmiz. Gazga benzinga agranchenlarni oldik, chip tuningda yasab keyin urdik mana. Agranchenlari olingan. Mashinamiz tayyor bo'ldi. 1.5 motor. Bu programma 92 ga, lekin aka effekt qanday bo'ldi? Zo'r. Xizmatlar bo'yicha bemalol murojaat qilasizlar.